Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yemeklik ve Doğru Başqurish idorasining vaksina haqida chaqirilgan yig'inida Xitoy virusi vaksinasining insonlarning hayotini qutqizib qolishga emas, o'limiga sababchi bo'lganligini, Delta variantiga o'xshash Xitoy virusi o'zgarishini keltirib chiqarganligini o'ttirib qo'ydi. Yemeklik ve Doğru Başqurish idorasining vaksina ve biolog mahsulotlarga aloqador maslahatchilar komiteti 8 soatlik guvohlik berish faoliyatidan keyin keng tarqalgan Xitoy virusi kuchaytirish programmasiga qarta 16 ga qarshi 2 ovoz bilan bilet tashladi. Xitoy virusi oldin ola davolash fondining direktori doktor Sinto Kirish telefon yig'inida vaksinalarning inson hayotini qutqizishdan ziyoda jon oladiganligini aytib, biz vaksinalarning kasalning oldini oladiganligiga ishontirildik, ammo bu to'g'ri emas. Masalan, Pfizer'ning 6 oylik sinov dokladida davolash gruppasida 4 qitimdan ortiq yurak qo'zg'alish bo'lgan. Vaksinaning vaqalarni doklad qilish esimizda ko'rsatilishicha, boshqa vaksinalarga solishtirganda bu vaksinalar 71 hassa yurak qo'zg'alish keltirib chiqardi ekan. Dorini ichgan 20 kishining hammasi o'ldi. Pilvispo ichganlardan 14 ta o'ldi. Buni nihoyatda oz kishi farq etdi. Agar vaksinadan kelib chiqqan o'lim nisbati manfiy bo'lsa, vaksina kuchlantiruvchi qatorliqlarning hammasining ahamiyati yo'q. Agar vaksinani 100% qo'llab qolalaydi desakmi, bir insonning hayotini qutqizish uchun 2 kishini o'ldirishga to'g'ri keladi dedi. Kris yana sanatoriyadagilarning vaksina urilganlarning yarmining o'lganligini, vaksina urilmaganlarning hech qaysining o'lmaganligini aytdi. Virus immunolog va biolog doktor Jessica Rose vaksina vaqalarini doklad qilish sistemasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda yoshlarda bo'lib bolalarda vaksinaning xatarining foydasidan ko'p ekanligini, 2021 yilda o'tgan 10 yillarga solishtirganda foydasiz inkaslarning 1000 qat ortadiganligini, 2021 yilda xatarlik vaqalarning 100% ortadiganligini, vaksinalarning Xitoy virusining alfa va delta variantlarining ortishini keltirib chiqarganligini, Isroiliyaning bu variantlarga qarshi mudofaa yoki yuqumlanishning oldini olishda natija qozonilganligini aytdi. Yemeklik ve Doğru Başqurish idorasi maslahatchilar komitetining kuchaytirish programmasiga qarshi bilet tashlashi Biden hukumatiga nisbatan bir cho'ng zarbaga vakillik qiladi, chunki hukumat 8-oyda allaqachon 2 xil dorini iste'mol qilgan amerikaliklar uchun kuchaytirish programmasi planini e'lon qilgan edi. Avstraliya, Amerika ve Angliya bilan suv osti yadro qurollari kelishimini imzolagandan keyin o'zining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qaramay, Xitoy Avstraliyani ayblashni davomlashtirdi. Muxbirning Avstraliyaning inson haqlari haqida so'rgan savoliga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministerining bayonotchisi Javlijan ochiq dengizdagi tutib turish markazlaridan tortib Aboriginlarning qiyinchiligi, Afg'onistondagi davlatning urush jinoyatchilari qatorliqlarni o'z ichiga olgan 231 kalimalik nafratlik bayonotini o'tirg'a qo'yib, Avstraliyani yerliklarga irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya yurgizish, ko'chmalarning haq-huquqlariga daxl-taruz qilish qatorliq jinoyatlar bilan ayblab, yolg'onlari bilan o'zining xatoligini yoshirib, oldin ola o'zini qo'g'dashga uringan. Amerika klimat ishlari vakili John Kerry Xitoy bilan klimat masalasida hamkorlashishni inson haqlarining oldiga qo'yish kerakligini aytib, ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Reaganning Sovet ittifoqidagi inson haqlari dafsanchiligi oldida dunyoni texmo bexatar bir holatga olib kelish, davlat manfaatini ilgari surish uchun 1987-yili Sovet ittifoqi bilan o'tir musofirlik yadro kuchi shartnomasi tuzganligini o'rnak ko'rsatdi. Georgiya Kengash palata a'zosi John Ossoff Amerikaning quyosh energiyasi ta'minlash zanjirini majburiy emgakdan qutqizish bilan birga iqlim o'zgarishi bilan kurash qilish kerakligini, buni hal qilish chorasining yerlik ishlab chiqarishni kuchaytirish ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Türkiye'de çıkılan Aykırı Haber kanalı 23-iyul Uyghur Türkleri Prezident Erdoğan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki bayanatına karşılık gösterdiği degan temada bir haber e'lon qilgan bo'lib, Prezident Erdoğan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. navbatlik yig'inida Uyg'urlarga munosabatlik so'zlagan so'zini, Sharq Turkiston surgundi hukumatining Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Erdo'g'anning so'zini ayblab e'lon qilgan bayonotini tafsiliy xabar qildi. Türkiye Xalqaro dengiz transport şirketi, O'rta dengiz savdo bo'limining muavin raisi Fuat Pamukchining aytishicha, Xitoy virusi mezgilida yer shari savdosida toza foyda ololmagan Xitoy
yerim yoki to'liq ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Turkiyaga elib kelib ishlab chiqarishni tamomlab, mahsulotga Turkiyada ishlangan degan markani esib, Yevropa bozorini nishonlab eksport qilib, Turkiyani qo'llanib, ziynini to'liqlashga boshlagan. Xitoyning Kosko Tinch okeanidan olgan Komport portimi bu liniyaning muhim bekatlaridan biri ekan. İşenç, ümid har qanday ishda g'alaba qozonishning ochqichi. Davosimizda texmi shundoq. Chingizxon qulluqdan qochib qutulib, qabilasini va Mo'ng'ul qabilalarini birlashtirib, boshqa zaminlarni ishg'ol qilish uchun yuzlangan kunlarning birida, ming atrofida askarni boshlab, Xitoy zaminlari tarafga qarab ketayotganda, saf oldida ketayotgan charlash atirda ot choptirib kelib, 10 ming kishilik bir Xitoy qo'shini Chingizxon qo'shinlarini yo'qotish uchun Mo'ng'ul zaminiga qarab kelayotganligini xabar qiladi. Bu xabarni anglagan Chingizxonning yordamchi qo'mondonlari huduqib ketadi. Askarlar orasida tashvish boshlanadi. Qo'mondonlardan birisi Chingizxonga shundoq deydi: "Bizning qo'shinimiz oz. Darhol chekinib qaytib, sepil ichida dushmandan mudofaaga tayyorlik qilaylik." Yana bir qo'mondon: "Chekinaylik, ammo dushmanni mashg'ul qilib urush uchun bir guruh askarni qoldiraylik. Bunda qilsak, oz chiqim bilan qo'shinimizni salomat yurtimizga elib ketalaymiz" deydi. At ustidagi Chingizxon jimjit holda xiyol surib turadi. Yordamchilardan biri shundoq deb so'raydi: "Siz qanday o'ylayapsiz?" Chingizxon sharq tarafga ko'z tikkan holda mundaq javob berdi: 10 ming Xitoy askarining jasadini qanday ko'mib bo'lamiz deb o'ylayapman. Jasadlarni ko'mmasak vabo tarqalib ketadi. Chingizxonning bu so'zlari askar va qo'mondonlarning tashvishini jasoratga, dushmandan chekinishdan iborat, tushkun ruhni dushmanni qo'g'lashdan iborat g'olib ruhga aylantirgan. Chingizxon 1000 kishilik qo'shini bilan 10 ming kishilik Xitoy qo'shinini yengan. Bu tunji jang bilan tarixda yengilmas Chingizxon nomini ilishda va Mo'ng'ullarning saltanatlik tarixini yaratishda hal qilg'uchi rol o'ynagan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.